Qumtepaliklar. O'zi men batta bilmasdim, hozir kelib bildim. Ko'pchilik bilsa kerak. 5 xil baliq bor ekan. 5 xil baliq, 12 xil shashlik, tabaka, marojna, bundan tashqari somorimiz ham bor ekan. Ichkarida xonalarimiz bor. Bemalol kelib, osh zakaz qilib, mana shu yerda kech payt oshingiz bo'ladimi yoki kunduzimi, любой mahal oshingiz kelib qolsa, nomer qoldirib qo'yapmiz. Baliq yegingiz keladimi, shashlikmi, tabakimi, hamma yo'q bitta joyda ekan. Bitta nomer saqlanib qolsalar, yutasizlar, sababi bitta o'q bilan 3-4 ta quyonni urasiz. Lokatsiyamiz Marg'ilondan kelganda, Marg'ilondan kelaverishda Qumtepa bozoridan shunday chapga burilganlaringda Kosib bozoriga burilar ekan. Kosib bozoriga kirganingizda o'ng chap qo'lda ko'rib turibsizlar oshxonamizni. Bu kiraverishda mana shu yerda baliq pishirishyapti, bu tomonda shashlik, ichkarida tabaka, osh, zakaz, marojnaxonalarimiz ham bor ekan. Oshda eng kami 700 gram ekan. Boshlanishi 700 gramdan qanchagacha bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Nomerga qoldirib qo'yapmiz, telefon qilib o'rtoqlar bilan oilaviy kelib o'tirsa ham bo'ladigan sharoit bor ekan. Oila keladimi, o'rtoq ham farqi yo'q. Hammasiga joy bor ekan. Kelib mana shu yerda bemalol o'tirib, ovqatlanib, dam olib chiqsalar ham bo'ladi. Pastda nomer qoldiryapmiz. Osh o'tkazadigan do'stingiz bo'lsa ham jo'natib qo'ysangiz, bir xilga o'rtog'ingiz osh yemaydi, shashligingiz kelib qolsa, mana shu yerdan olib beraverar ekansiz. Hamma yo'q bitadi, ichkarilar juda ham chiroyli. Hozir kirib ko'rishlaringiz mumkin. Nomer qoldiryapmiz. Sog' bo'linglar.